Assalomu alaykum hurmatli kabutar ishqibozlari. Добрый день, господа голубоводы. Sizlar bilan bugun yana mana O'sh kabutar bozoridamiz. Мы с вами сегодня опять в голубином рынке города Ош. Хочу показать вот этого голубя. Хороший голубь. Kadar mana kaptar sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Kaptar yaxshi kaptar ekan, o juvona ham chiroyli. Eski o'zimizni ko'kdim shu juvonalardan ekan. Salmanni qayda qo'ying? Bo'ldi. Kaptarni ko'ringlar mana. Kaptar chiroyli kaptar ekan, kalla ko'zlari ham toza ekan kaptarni. Обратите внимание на голову голубя. Ноги тоже неплохие. Jumona ham mana ko'ktumshuq jumonalardan ekan. Juvan тоже неплохой. $15 mingdan deyapti ekan bularni donasini. Qiziqqanlar bo'lsa meni o'zimning nomerimga telefon qila olasizlar. Qora sochlari bor ekan. Mashmoda ham tuzini olgan. Ishlasa bo'laveradi. Ona norim odam mana. Norim. Buni nechi pul ekan buni? Jupini 10 mingdan beryapman aka. 10 mingdan. Normada qilib. Jupi 10 mingdan, $100 endi oshxo'roq ekan, mashina ham yaxshi nor ekan. Onam odam o'rtada ekan. Omada. Telefon nomeri aytib boring. 552 bilan 10 23 40. Chimniga o'xshagan bo'ladi. Ashiladi bo'larsiz. Keyin bitta bilasizmi? Bitta nor bor. Ora qizil to'sh modami? Moda aka mana. Oldini qilib qo'yinchi kaptarni. Bir soat video yapsam, jiya. Mana qizil to'sh moda ekan. Yo'shigan ko'llar yaxshi ko'rib olsin dedi. Yaxshi moda ekan. O'rta ishlasa bo'laveradigan moda ekan. Oldini ko'rsatmayapti-ku bu. Qo'yib olyapti. Puli nechi pulini? Puli 10 ming so'm. 10 ming ekan, $100 endi oshxo'roq ekan. Telefon nomeringizni aytib boringchi. 58 bilan 22 12 12. Oybekkanik. Bu kimi kaptarlari bu? Sizniki Tolibjon? Mana hakka nor ekan shekilli. Buni nechi pul ekan buni? 2 ming so'm ekan. O'shuruq hakkalarimizdan ekan. Kalta turşulardan bular. Kalta tumshuqlar. O'shuruqda endi. Telefon nomeri aytib boring. Telefon. Bilmaysizmi o'z nomeringizni? Bo'p qo'yaring. Meni nomerimga telefon qila olasizlar qiziqqan bo'lsa. Mana shu hakka ham yaxshi ekan. Tumshuqlari kalta. Abrezlari ham to'g'ri ekan.
Bola beryaptimi? Yaxshi beryapti. Onasi shu deymi? Yo'q, bu boqmoqda. Tamam, bolasi. Oqqa jupladizmi buni? Ishlasa bola oladigan kattalar ekan. Norm odam. Onu bu ders baksa. Yanlış mı? Yetmiyor. Novvat nor nechi pul novvat nor? 1200 so'm. 1200 so'm ekan. Dumlari yulinib ketib kattalar. Nu ishlasa bola oladigan kattalar ekan. Jiyeklar toza ekan kattalar. Meni olib 800 ming sotishgan. Chindilar. Chindilar kimiki chindilar? Bu qo'shtiq normi odammi? Onisi-chi? Necha puldan ekan bular? 5 ming. 5 ming? Jupami? Jupi 5 mingdan ekan. Shuni ham tumshuqlar, kallalar yaxshi kattalar ekan. Odamaga rahmat. Qo'shur, mana shu ham chiroyli kattalar ekan. Tuzuymiz, sog'liq yaxshi. Yaxshi. Direkt tashiyapsiz, nima bo'ladi? Ha, bu YouTube'ga bu. Syomka qilyapti. Kesishdi, ishlar yaxshi. Hozir gaplashamiz. Qora to'qim nima u? Siznikimi? Odam bormi? Ha? Jimslar sog'lom. Ha, ha, ha. Chiroyli ekan. Qora to'qim normi odamlariginiz? Aniq emasmi? Odam normi? Uch bermadimi? O'ziga mana shu qo'ysa bo'ladimi? Aka, bizga berasiz qo'yay. Qora qo'pqon degan ham shu. Toshkentskiy qo'pqonlardan. Sardor siznikimi qo'pqon ha? Ha. Necha pul buni puli? 2000 dan. 2000? Nor ekan ha bu? Nor. Voyka moda. Mashinasi chiroyli ekan.
Sağ yaxshi. Sizimiz. Sizimiz. Siz yaxshi, sog'lyapsizmi, charchadimi? Nima qilay? Ko'kdamish beraymi yo sotaveraymi? Yo'q, sotib yubormayman. Chegini olib ketaman. Yarım pulga chiqib baraga deb so'rab olar ekan. So'raversin. Assalomu alaykum. Sen bana. Kon dizel ko'rasizmi? Sotib yubormang yana. Yo'q, yo'q, yo'q. Aliyammi? Mashina yursin deyapman-da. Adam ikkita olib keldim, ikkita oy. Nasida deyman. Qanaqalar bo'lsa, Mashina hozir şey. gaplashamiz. Menga beraveraymi? Katetri chiqarib Yo'nalarmi? Yo'q. Nomerim bor a? Yo'q, hozir yozamiz. Rahmat hammalarga e'tibor uchun. Tinch bo'ylar, ko'rishaylik. До свидания, до следующих встреч.